Bemalol berasizlar eringlarga. Eng ayollarni global bo'lgan muammosi aytaman, tug'ruqdan so'ng ayniqsa podmышка, bikini qorayib qoladi ko'p ayollarda. Bu sprey bu vaqtinchalik oqartirib beradi. Misol uchun sepamiz, уже сразу vaqtinchalik oqartirish qilib beradi. Sizlarga ko'rsatib beraman shuni. Bu vaqtinchalik oqartiradigan. Mana bu suvini 2 mahal cho'milasizlar bundan. Bu esa kremi, bu bikiniga 2 mahal suriladi, cho'tka qilib oqartirib beradi. Tug'ruqdan so'ng ko'pchilikda podmышкада va bikinida qorayish paydo bo'ladi. Buni bo'lsa butun badaningizga ham sursangiz bo'ladi yoki podmышка tirsalaringiz o'sha qorayib qolgan zonalaringizga sursangiz bo'ladi. Bularning hammasida effekti bo'ladi agarda siz to'g'ri ishlatsangiz. Sразу joy keladigan bo'lib qolsangiz, oqartirish kerak bo'lsa, vaqtinchalik oqartirish rolini nima beradi? Tindirmasdan vaqt soatida ishlatsanglar, cho'tka effekti beradi. Uyalmayam bo'ldi, nima endi bu hayot qonuni, любой ayol tuqqandan keyin intim zona podмышкаlar qorayishi bu aniq. Gormonal narushение, o'zgarishlar bo'ladi. O'shaning uchun Xanumkadan o'zim aynan ishlatib, chunki men hamman bilasizlar, qanaqadir joylar qorayadi, baribir cho'milishadi. Shularni olib ishlatsanglar bo'ladi. Lichna o'zim bu reklama emas hech qanaqa. Men o'zim ishlatib, keyin sizlar bilan bo'lishyapman. Mana juda ham ko'p o'rtoqlar bilan bulardan olishadi. 2 mahaldan ishlatishni boshlasangiz 100% oqartirib beradi, девочки. Hamma xonimchalarimizni Xanumkada kutamiz. Bizda faqat original shularni aldanib qolmanglar.